Odam bo'lish oson, ammo odamiy bo'lish bu san'at. Har birimiz tug'ilgan kunimizdan inson degan nomni olamiz. Ammo umr yo'limizda bu nomga munosib bo'lish, har bir qilgan ishimizda, so'zimizda, niyatimizda insoniylikni saqlash, bu har kimning ham qo'lidan kelavermaydi. Odamiylik bu biror mansab, boylik, shon-shuhrat bilan emas, bu yuragingdagi mehr bilan, qo'lingdagi saxovat bilan, tilingdagi duogo'ylik bilan o'lchanadi. Bir yetim bolaning boshini silash, bir g'amgin ko'zga dalda bo'lish, bir keksa onaning holidan xabar olish, mana odamiylik shu. Ba'zan hayot shunaqa sinov beradi. Odamlar seni tushunmaydi, qalbingni og'ritadi, orqangdan gapiradi. Lekin sen insoniyligingdan qaytma. Chunki bu dunyoda har kim odam bo'lib tug'iladi, lekin har kim odamiy bo'lib o'lmaydi. Men ishonaman, insoniylik so'nmas nurdir. Uni yo'qotgan yurak so'qir yurakdir. Sen nur bo'lgin, boshqalarga ham shu nurdan ulashgin. Biror insonning hayotini ozgina bo'lsa ham yorug' qilgin, yordam ber, mehr ko'rsat. Chunki bir kun kelib, senga ham bir og'iz yaxshi so'z, bir mehribon nigoh kerak bo'lib qoladi. Shuning uchun odamiylikni unutmaylik. Axir bizni odam qiladigan na mansab, na boylik, balki insoniylikdir. Lekin monologni zo'r yaratarkan. Gap yo'q.